Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatiki darsligimizning 47 darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda ilgirki soatlik darsimizda o'qib kelayotgan harf jarlarning ma'nosining davomini o'qiymiz. Unda bo'lsa bugun o'qimoqchi bo'lgan harf jarningki ma'nosi rubba. Rubba harf jarlarning qatoridan buning ikki xil ma'nosi bor. Birisi taqlil ma'nosi bor. Yani azlaştırış, yani az bir kısım degan ma'nolarni birimiz. Azlaştırış ma'nosi var. Mesela şairning so'zi rubba mavludin va laysa lahu abun degan bu she'rningki beytida rubba harfi jar. Bu yerdagi ma'nosi qanday ma'no desa taqlil, ya'ni bir qism bovoqlar bor, ya'ni ozgina bir bovoqlar bor, uning nimasi yo'q, dadisi yo'q. Bu beytni maqsad qilgani Isa alayhisalom. Ya'ni Isa alayhisalom ne maqsad qilmoqchi? Ya'ni rubba degan berdiki, ozgina mavlud bovoq va uning nimasi yo'q, dadisi yo'q. Demak, bu yerdagi rubbaning ma'nosi taqlil, ya'ni ozgina degan ma'nodagi. Ikkinchi ma'nosi taktir, ko'p degan ma'noda keladi. Nurg'un, ko'p degan ma'noni birimiz. Masalan, rubba kasiyatin fid dunya ariyatun yawmal qiyamah. Bu yerdagi rubbaga nurg'un degan ma'no birimiz. Nurg'un kiyim kiyguchi ayollar bor dunyoda, ular qiyomat kunisi yalang'och. Bu yerdagi kasiya nurg'un kiyim kiyguchi ayollar, ya'ni qanday ayollar deganda nihoyatda nefis, ya'ni ayol kishining kiyinishiga loyiq bo'lmagan, uning o'lchamiga yetmagan, o'zining kiyim kiydi deb o'ylagan ayollar bor. Bular qiyomat kunisi qanday ariya, yalang'och. Demak, bu yerdagi rubbaning ma'nosi nima bo'ldi? Nurg'un, rubba kasiya, nurg'un kiyim kiyguchi ayollar degan. Demek rubbuninki taqlil, yani az, takdir va ko'p degan ikki xil ma'nosi bor. Buni jumlaning siyoqiga qarab turib ayiramiz. Undan keyin xala, qada, hasha. Bular istisno uchun keladi, istisno uchun bo'ladi. Bular harfi jarmi bo'ladi va fe'lmi bo'ladi. Biz bu yerda buni harfi jar, ya'ni harf deb e'tiborga olib turib so'zlaymiz. Xala, qada, hasha deganlar oldidan ma kelmagan vaqtida ham fe'l deb e'tiborga olg'ili bo'ladi, ham harf deb e'tiborga olg'ili bo'ladi. Ammo oldiga ma kelib qolsa, buni faqat fe'l deb e'tiborga olamiz. Deydi takunu ahrufu jar lil istisna. Bu xala, ada, hashala istisna ninki harfi jarlari bo'ladi. Iza lam yataqaddamuhunna ma. Agar onunga ma ilgari olmasa, ya'ni ma kelmagan vaqtida undan keyin uni harf deb e'tiborga olg'ili bo'ladi. Demak, buni biz harfi jar deb e'tiborga olgan vaqtimizda buningdan keyin kelgan so'zni nima o'qiymiz? Zir o'qiymiz. Masalan, wasalal mad'uuna hasha wahidin. Ta'kid qilinganlarninki birdan boshqasi keldi. Hasha wahidin, khala wahidin, qada wahidin. Demak, bu yerda istisno ma'nosini bilamiz. Buningki hammasininki istisno ma'nosi bor. Biridan boshqa chaqirilganlar yetib keldi. Keyingisini buni harf deb e'tiborga olib turib, ya'ni harfi jar deb e'tiborga olib turib, buningdan keyin kelgansa nima o'qiymiz? Zir o'qiymiz. Unda bo'lsa bu rubbani biz ikki xil ma'nosini so'zladik, ya'ni taqlil va taktirdan iborat. Endi rubbaninki oxiriga kichik ayollikning ta'si va ortiq ma ta'kidlash uchun keladigan ortiq ma qo'shilib keladigan ahvol bor. Masalan, rubba va rubbama deb oxirga ta qo'shilib va ma qo'shilib keladigan ahvollar bor. Deydi ta'ut ta'nis va mazzaida lit-tawkid. Ayollikning ta'si, rubbaning keyindagi rubbaki ayollikning ta'si va ta'kidlash uchun keladigan ziyoda ma bu rubbani amildan to'sib qo'yadi deydi. Ya'ni qachoniki bu rubbaning oxiriga ayollikning ta'si kelsa va ziyoda ta'kidlash uchun keladigan ma kelsa, rubbama degandiki bu o'zininki keyingi kelgasini zir qiladigan, ya'ni harfi jarlik xususiyatidan qoladi, bu amaldan qoladi deydi. Yani ismning boshiga keladigan xususiyatidan qoldi. Masalan, rubama yawaddu allazina kafaru oldiga ma keladi, bu keyindan buningki fe'l keldi deymiz. Demak, keyinga ta va ma kelgan vaqtda bu harfi jarlik xususiyatidan qoladi. Zir qilguvchi va harflik ismning boshiga kirguchi iborat bu xususiyatidan qoladi.
Endi biz darsimizning, ya'ni harfi jarlarninki beshida so'zlab o'tgan bir qism shoz bo'lgan, ko'p qo'llanmaydigan, faqat she'rlarda keladigan va bir qism grammatikchilar uni harfi jar deb e'tiborga olgan shoz harfi jarlar va ular qaysi deganda kay. Shundaqmi? Bu kay harfi jar ta'lil uchun keladi, ya'ni lam ma'nosida ta'lil uchun keladi. Bu faqat istifhomiyaning ma'nosini qanday qiladi? Zirq qiladi. Ya'ni buni taqdiran zir deb qaraymiz. Masalan, kayfa ma fa'alta hada. Buni kayfa ma fa'alta hada degan bu jumlada kayma fa'alta hada degan bu jumlada kayma istifhomiyani qanday qildi? Zir qildi dedi, taqdiran zir deb qaraymiz. Kayma fa'alta hada. İkincisi mata. Bu harfi jar bo'lib min ma'nosi keladi. Bu faqat arablarning ichidan Huzayl qabilasining tilida harfi jar. Mata arablar qabilasining Huzaylning tilida harfi jar. Bu she'rlarda keladi. Masalan, sharibna bima al-bahri thumma taraffa'at mata lujajin. Mata lujajin. Bu yerda lujajin matani harfi jar deb e'tiborga olib turib qanday bo'ldi? Zir bo'ldi deymiz. La'alla bu Uqayl qabilasining tilida harfi jar. Masalan, shoirning so'ziga o'xshash faqultu ud'u ukhra wa raf'u as-sawti jahratan la'alla abi. Qaranglar, la'alla abi. Buni la'allani biz nima deb harfi jar deb e'tiborga olib turib, abini zirlik holatda ya bilan keltirdi. La'alla abil mighwar minku qaribu degan bu she'r o'xshaydi. Endi buni sizlar bilib qo'ysanglar bo'ladi. Birayda harfi jar deb kelib qolsa bu emas. Demak, buningmi ba'zi bir arab qabillarının tilida, yani şaz ahvallarda harfi jar deb e'tiborga olinganligini bilib olsanglar. Endi harfi jar qiyosiy shaklda, ya'ni qoidalik shaklda tashlanadigan o'rinlar bor. Bu qaysi deganda, bu 6 xil o'rinda harfi jar qanday qilinadi? Qiyosiy o'rinda tashlanadi. Qaysi harfi jar qaysi o'rinda tashlanadi deganda, birinchidan endin ilgari lam degan harfi jar uchun tashlanadi. Masalan, وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ. Hayron qilishdi ulardan bir ogohlantiruvchining kelganligidan qanday qildi? Kelganligi uchun hayron qilishdi. Qaranglar, buning tarjimasida chiqadi va hayron qilishdi ularning ichidan ularga bir payg'ambarning, ya'ni ogohlantiruvchining kelganligi uchun hayron qoldi. Bu yerda endin ilgari lamdan iborat bir harf jar qanday qilingan? Tushib ketgan deymiz. Buni tashlasak bo'ladi. Yani li'an ja'ahum deyada lamdan bir suçu var. İkincisi enneden ilgiri çoğu harfi jar kıyasen taşlanadi. Mesela şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Guvalık ba'da Allah Teala cezmen o. Ondan başka nima yok, ilah yok. Digellik bilen guahlık ba'da. Qani bu yerdagi bilen degandagi bahr qani desa, bu qiyosan tashlansak bo'ladi, tashlasak bo'ladi. Masalan, shahidallohu bi annahu. Asli bi annahu. Bu yerdagi annadan ilgari bahr qana qilib ketgan, tashlanib ketgan deymiz. Uchinchisi, mudori'ni zvar qilguvchi kaydin ilgarichi harfi jar tashlansa bo'ladi. Buni aytib ko'p. Masalan, faradadnahu ila ummihi kay taqarru aynuha. Biz uni onasi qaytardik, u onasining xursand bo'lishi uchun degan bu oyatdagi kayning oldida likay deb bir lamdan birisi ba bu qanday qilinadi? Qiyosan tashlanib kelsa bo'ladi deymiz. Buni aytib ko'p uchraydi. Likay taqarra aynuha deymiz. To'rtinchisi, qasamda lafzul jaloliddin ilgarichi tashlansa bo'ladi. Ya'ni Alloh degan bu lafzul jaloliddin ilgari tashlansa bo'ladi. Masalan, Allohi axdimannal ummata xidmatan sodiqa desak, bu yerda vallahi deganda bu qasam qanday qilingan? Vovul qasam tashlangan. Ya'ni vallahi Alloh bilan qasam ummatga samimiy xizmat qilaman. Beshinchisi, kamil istifhomiyaning mumayyizidan ilgarichi harfi jar tashlansa bo'ladi. Masalan, bikam dirhaman ishtarayta hadal kitab. Bikam dirhamin ishtaraytu hadal kitab. Bu kitobni qancha dirhamga sotib oldingiz degandiki, bikam keyin dirham degan bu mumayyizdan ilgari men degan harfi jar tashlangan, buni tashlasak bo'ladi.
بكم من درهم اشتريت هذا الكتاب degan. 6-dan harfi jarni qiyosiy qoidalik shaklda tashlasak bo'ladigan o'rin ba'da kalamin mushtamilin ala harfi jarrin mitlahu deydi. Uning o'xshash bir harfi jarni o'z ichiga olgan bir jumlada shu jumlaga javob bo'lgan vaqtida tashlasak bo'ladi. Masalan, mimman akhadtal kitab. Kitobni kimdan oldingiz desa, min Xolidin demay, Xolidin desak bo'ladi. Demak, bu yerda meni tashlasak bo'ladi. Mushu qoidaga sab turib yana boshqa so'zlarni oldidimi? Mushu xil, ya'ni shu harfi jarni ilgirki jumla o'z ichiga olgan bo'lsa, uning javobi kelgan jumlada uni akamasak bo'ladi. Mana bu 6 xil o'rinda harfi jarni qiyosan, ya'ni qoidalik holda tashlasak bo'ladi. Birinchisi andin ilgari harfi jarni tashlasak bo'ladi. Ikkinchisi annidan ilgari tashlasak bo'ladi. Uchinchisi mudori'ni zivar qilguvchi kaydin ilgari lam tashlasak bo'ladi. To'rtinchisi qasamda lafzul jalaladan ilgari vovul qasamni tashlasak bo'ladi. Beshinchisi kamil istifhomiyaning mumayyizidan, ya'ni tamyizidan ilgari tashlasak bo'ladi. 6-dan ya'ni bir harfi jarni o'z ichiga olgan savolliq jumlada uning javobida shu savolliq jumla o'z ichiga olgan harfi jarning o'xshisini tashlasak bo'ladi. Xuddi mimman akhadtal kitab Xolidin desak bo'ladi. Min Xolidin asli. Endi mana bu harfi jarninki qoidalik holda biz mushunga qiyos qilib turib tashlasak bo'ladi. Ya'ni qoidalik qiyosiy bo'lgan tashlash o'rni. Endi harfi jarning simoiy shaklda arablar tashlagan yerda tashlati deb tushunadigan biz uningga qiyos qilib o'zimiz chaqlab qanaqa bo'lmaydigan tashlag'ili bo'lmaydigan o'rin bor. Ya'ni harfi jarninki simoiy tashlanadigan o'rni. Deydi qad yuhdaful jar sima'an. Ba'zida jar, ya'ni harfi jar sima'an shaklda ya'ni tashlanadi. Sima'an shaklda tashlanadi. Fayunsabul majrur tashbihan bil maf'ulun bih. O sima'an tashlangan vaqtda majrur, ya'ni harfi jarga keng keladigan bu majrur ism maf'ulun bihga o'xshatib turib zivar o'qisak bo'ladi. Masalan, vaqtara qawmahu 70 rajulan degan bu oyatda vaqtara qawmahu tanladi Musa alayhissalom qawmahu 70 rajul. Aslida min qawmihi o'zining qavmidan 70 odamni deb aslida qavmning oldida min bor. Bulardagi min qana qilingan, tashlangan. Min tashlangandan keyin buni endi yana zir o'qib bo'lmay, buni biz maf'ulun bihga o'xshatib turib vaqtara qawmahu deb uni zir qilsak-chu, zir o'qib o'qiymiz. Nima bo'ladi? Vaqtara qawmahu 70 rajulan. Endi yuqoridagi qiyosiy bo'lgan harflarni tashlagan uriladimi? Uni tashlangan vaqtda uni o'z holida bo'yicha o'qisak bo'ladi. Endi qad tazadu ma ba'da min va an va ba'da. Ba'zi ziyoda bo'lib keladi ma, min, an va ba'dan keyin ma ziyoda bo'lib keladi. Masalan, mimma, qamma, bima deganga o'xshagan. Bunda maziyada bo'lib kelsa, xuddi rubbidan keyin maziyada bo'lib kelsa, uni amaldan to'sqandek, buni amaldan to'samdi desa, yo'q. Bu min an ba'dan keyin maziyada bo'lib kelsa, fala takuffuhunna anil amal. Amaldan qada qilmaydi, to'smaydi. Masalan, mimma khati'atihim ughriqu deganga o'xshagan. Ya'ni mimma khati'atihim qana qildi, zir qildi. Amma qalilin liyusbihunna nadimin degan bo'ladiki, amma ya'ni an harfi jarning tufaylidan qalilin muqildi, zir qildi. Demak, bu min an ba'dan keyin ma kasimi buni harfi jarlik xususiyatidan qoldirmaydi, ya'ni amaldan to'smaydi. Endi harfi jarga munosabatli bo'lgan darsimiz bu yerda oxirlashdi. Buning oxirida ko'nikmalar berilgan. Masalan, birinchi ko'nikma istakhrij harfal jar va bayyin ma'aniyaha fi ma ya'ti min al-jumal. Jumlalar tuandagi jumlalardan harfi jarni chiqaring va uning ma'nolarini bayon qiling deydi. Oldi bilan sizlar jumladagi harfi jarni harful jar degan ko'znakning ostiga yozsizlar, ma'nosini uning ma'nohu degan yerga yozsizlar. Masalan, ihdaru sharra min a'malis sufaha. Yamanlıqdan agah bo'linglar. Qaysi yamanlıqlar o? Min a'malis sufaha.
nadallarning ishlaridan iborat bo'lgan yomonlikdan cho agah bo'linglar desak, bu yerdagi harf jar min. Nim ma'nosida kelgan bayanul jins. Shunga din iborat deb tarjima qildik. Ja'al waladu minal madrasa. Buningdagi harf jar qaysi? Harf jarni harf jarning qatoriga yozsizlar. Uning ma'nosini cho ma'nahu degan yozasizlar. Bu ya nim ma'noda keldi. Chuqum biz so'zlagan man bir shu bu yerga tushadi. İkinci ko'nikma istaxrij harfal jar va bayyin ma'aniyaha fi ma ya'ti min al-jumal. Harf jarni chiqaring va uning ma'nolarini tandagi jumlalardan bayon qiling deydi. Tandagi jumlalardan harf jarni chiqarsalar, o'xshashlar buning ma'nosida. Masalan, rubba aklatin mana'at aklat. Nayt bir qism, az bir qism tamoqlar va nurg'un tamoqlarni qanday qildigan, cheklaydigan. Bu yerda kimdir nurg'un degan ma'nodimi yoki nurg'un tamoqlar va nurg'un tamoqni cheklaydigan demdi. Demak, bu yerda rubbining ma'nosi taqlil ma'nosidimi yoki takdir ma'nosidimi? Buni o'zi anglatibsiz. El-Kerimu a'ta laka hada sa'idun kal asad. Demak, har biri birini o'ziga olgan, harf jarni o'ziga olgan. Uni so'zlaysizlar, uning ma'nosini bayon qilasiz. Bunda o savoqdaşlar, bugünkü dersimiz muşa daxilashdi. Kelerki saatlik dersimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.